Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 24-iyun Twitter'dan bayonot e'lon qilib, uzun yildan buyon Turkiyaga kirish cheklangan Uyg'ur davosining peshqadamlaridan Robiya Qodirning Turkiyaga ziyorat qilish cheklimlaridan amaldan qoldirilishi kerakligini, Robiya Qodir xonimni Milliyetçi Hareket Partisining kutib olishga tayyor ekanligini bayon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Robiya Qodir xonim Bahçeliga maktub yo'llab, uning Mahmud Abbosga bergan raddiyasini qarshi oladiganligini bildirgan. U mundaq degan: "Hurmatli Davlat Bahçeli, dal vaqtida o'tirg'i chiqdingiz. Öz uçurgan töhmetga inkos qaytardingiz. Töhmetchiga haddini bildirdingiz. Haqqoniy so'zingiz va toningiz bilan mazlumning yanida turishning, zolim va uning yontayoqlariga haddini bildirishning nodir bir ulgusini ko'rsatdingiz." Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Amerika-Xitoy strategiyalik raqobat favqulodda komiteti 22-iyun kuni tez moda va Uyg'ur qirg'inchiligi sarlavhalik tekshirish dokladini e'lon qildi. Mazkur dokladda Xitoyning tez moda markalarining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishiga ekanligi haqidagi tekshirishning dastlabki natijasi tafsili bayon qilingan. Favqulodda komitetining raisi Mike Gallagher mazkur komitetning Twitter hisobotida Temur ta'minlash zanjirining majburiy emgakdan saqlanish uchun hech ish qilmayotganligini ta'kidlagan. Dokladda yana Amerikada tijorat qilayotgan barliq shirkatlarning ta'minlash zanjirini tozalash, Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizishga yantayoq bo'lib qolmaslikka kafolatlik qilish majburiyati borligi ta'kidlangan. Siemens shirkati ta'minlash zanjirida Uyg'urlarning majburiy emgakka sinish ahvoli borligi haqidagi ayblashlarga qaramasdan Xitoydagi ishlab chiqarish iqtidorini davomli oshirganligini bildirdi. Shirkatning bosh direktori va bosh ijroiya amaldori Roland Bush yaqinda Berlinda Shanxay agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning dunyodagi eng chong sanoat bozori ekanligini, Siemensning Xitoy bozorining taraqqiyotiga ergishib borliqqa kelgan fursatga intayin ahamiyat berganligini o'ttirg'a qo'ygan. Rossiyada yuz bergan Wagner krizisini hal qilish uchun Belorussiya prezidenti Lukashenko Putinning tasdiqi bilan mazkur guruhning rahbari Prigojin bilan ko'rishdi. Belorussiya prezident mahkamasining bildirishicha, Prigojin Lukashenkoning Wagnerning Rossiya zaminidagi ilgarilashini to'xtatish taklifini qabul qilgan. Kreml bayonotchisi Dmitriy Peskov qo'zg'olon oxirlashgandan keyin bayonot e'lon qilib, Prigojinga qaratilgan jinoiy ishlar delosi bekor qilinadi. Wagner rahbari Belorussiyaga boradi dedi. Amerika Adliya Ministerligi tunji qatim Xitoydagi fentanil ximiyalik buyumlarini qonunsiz atkaz qilgan 4 ximiyalik shirkat va 8 Xitoy fuqarosiga jinoiy ishlar arzi sundi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Qin Gang Beijingda Rossiyaning muavin tashqi ishlar ministri Andrey Rodinko bilan ko'rishdi. Bu uchrashish Wagner guruhining kelishim bilan Moskvadagi ilgarilashni to'xtatgandan keyin olib berildi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Xitoy hukumati tunugun Rossiyada yuz bergan Wagner guruhining to'poloniga munosabatlik hech qanday rasmiy bayonot e'lon qilmagan.